Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Nurahmet, Orzuim Group kompaniyani asoschisi bo'laman. Sizlarni videomda ko'rib turganimga juda ham xursandman. Bu videoda sizlarga va'da bergan proyekt haqida gapirib o'taman. Qaysi kompaniya quryapti, qanaqa usloviyada sotishimizni va hozirgi qaysi etapda kelganligi haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Videoni oxirida usloviyalarni batafsil ma'lumot qilib tushuntirib beraman. Sizlarga aytgan loyiham Yangi hayot turar joy majmuasi Modern City Construct kompaniya tomonidan qurilishi ketmoqda. Bu kompaniyani bundan oldingi topshirilgan loyihalari birinchisi bu Yunusoboddagi Bog'i Shamol turar joy majmuasi. Kadastri chiqib bo'lgan, уже mijozlarimiz kirib yashayapti. Ikkinchi loyihamiz bu Salom turar joy majmuasi Maksim Gorkiyda joylashgan. Bu yerda ham xuddi shu holat, kadastri chiqqan va mijozlarimiz уже kirib yashayapti. Uchinchi yaqinda topshirilgan loyihamiz bor, bu Yangi Darxon loyihamiz Yangi hayot tumanida qurilgan. U loyihamizni ham уже mijozlar remontini boshlab qo'yishgan. Yangi hayot turar joy majmuasi bugungi kunda sizga aksiyada taklif qilgan proyektimiz infratuzilmasiga keladigan bo'lsak, bu birinchi o'rinda 4 qavatli targoviy kompleks. Bundan tashqari bog'cha, maktab va 1 gektarga yashil zonasi ham mavjud. Va qurilish jarayoniga keladigan bo'lsak, уже har bitta blokimizning tomi yopilgan, fasad ishlari boshlanib bo'lgan va внутренний ichki kommunikatsiyalarni уже olib kelyapmiz. Topshirilish muddatiga keladigan bo'lsak, birinchi bloklarimiz уже xudo xolasa mana shu yil dekabr oyiga topshiriladi. Qolgan bloklarimiz keyingi yil ikkinchi choragigacha полный proyekt bitib topshirilib уже ishga tushadi. Proyektimizdagi xonadonlarimiz 70% tayyor holatida topshiriladi. 70% tayyor holati deganim bu devorlari qo'yilgan, oq suvoqdan chiqqan, tepli pollarigacha, elektromontajgacha qilib beriladi. Xonadonlarimiz 20 kvadratdan boshlab 50 kvadratgacha. Buni o'rtasida 25, 29, 30 kvadratli xonadonlarimiz ham mavjud. Avtoturargoh haqida gaplashadigan bo'lsak, 5 qavatli avtoturargohimiz va undan tashqari domma tegida mashina qo'yadigan joylarimiz mavjud. Bugungi kunda hammaga eng kerakli bo'lgan narsa bu metro. Bizning proyektimizda esa ikkita metroni o'rtasida joylashgan. Yangi hayot 3 va Sergeli 4-bekatning o'rtasida. Bundan tashqari transport qatnovidan ham muammo yo'q. Infratuzilmaga qaytadigan bo'lsak, 1 kilometr radius oralig'ida Prezidentskiy maktab, 5 ta davlat maktabi va bog'chalarimiz mavjud. Bu degani ertaga probkada turish va unaqa muammolaringiz bo'lmaydi. Bolalaringiz shundoq maktabga beraverasiz, bola o'zi borib kelib qaytib yuraveradi. Undan tashqari domimizning tagida ham частный bog'chamiz mavjud. Bu degani shundoq bolangizni ertalab liftdan tushirib yuborasiz va kech payt o'zi uyga liftdan chiqib qaytaveradi. Bu juda ham katta plus. Siz vaqtdan ancha yutasiz va probkalarda asabiylashib turmaysiz. Qo'shimcha Indeks bozor va Sergeli mashina bozori ham shu 1 kilometr radius oralig'ida joylashgan. Endi eng asosiysi, kutganligingiz uchun kattakon rahmat. Usloviyaga o'tamiz. Usloviya bo'yicha bizda hozir eng katta va bozorda yo'q aksiyani taklif qildik. Bu taklifimizda boshlang'ich to'lovingiz atiga 5 million, oylik to'lovingiz 5 milliondan va shu 5 milliondan oylik to'lovni siz kadastr chiqqunigacha to'lab borasiz. Kadastr chiqqanidan keyin esa qoldiq summasini ipoteka qilasizmi, subsidiyangiz bo'lsa subsidiya qilasizmi yoki naqddan to'lavorsangiz bo'ladi. Farqi yo'q, u sizning ishingiz. Quruvchini o'rgandingiz, proyekt bo'yicha batafsil ma'lumotiga ega bo'ldingiz va bunaqa usloviyada hali hech kim sotmaganligini bildingiz. Bunaqa ishonchli kompaniya va bunaqa usloviya bu bugungi kunda nerealniroq narsa. No, biz sizga mana shu narsani taklif qilamiz. Bir hafta 10 kun ichida hamma xonadonlarimiz sotib bo'lishiga ko'zimiz yetadi. Bugungi kunni o'zida 700 tadan oshiq zayavkamiz mavjud. Shoshiling. Shu videoni opisaniyasida silka qoldiraman. Shu silka orqali o'tasiz, telefon raqamingizni qoldirasiz va siz bilan bizning menejerlarimiz bog'lanadi. YouTube loyihamizga ham obuna bo'ling. Quruvchilar bilan kelishgan holatda mana shunaqa eng zo'r, yengil bozorda yo'q usloviyalarni sizlarga tayyorlab taklif qilamiz, xudo xolasa. Kelib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga yanada to'liqroq ma'lumot olib, shartnomani olib, tanishib chiqib to'lov qilsangiz bo'ladi.